Yanvar-noyabr oylarida Turkmanistonning yalpi ichki mahsulot o'sishi 6,3% ni tashkil etdi. Turkmaniston Vazirlar Mahkamasining onlayn formatida bo'lib o'tgan yig'ilishida 11 oylik 2025-yil ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning dastlabki natijalari sarhisob qilindi. 2024-yilning shu davriga nisbatan ishlab chiqarilgan mahsulotlarning umumiy hajmi, chakana va tashqi savdo aylanmasi o'sganini ko'rsatdi. Rasmiy ravishda Turkmaniston har yili turli sohalarda rivojlanish sur'atini oshirmoqda. Biroq Turkmanistonda haqiqiy turmush darajasi pastligicha qolmoqda. Ushbu ko'rsatkich bo'yicha mamlakatlar reytingiga ko'ra, Turkmaniston 197 ta mamlakat orasida 156-o'rinni egallaydi. Mamlakatda qashshoqlik, uysizlar, ishsizlik, alkogolizm va giyohvandlik holatlari ko'paymoqda. Turkmaniston dunyodagi eng yopiq va totalitar davlatlardan biri bo'lib, Berdimuhamedovlar oilasi tomonidan deyarli 20 yil davomida boshqarilib kelinmoqda. Turkmanistonning sulolaviy va siyosiy tizimi mamlakatni Shimoliy Koreyaga juda o'xshatadi. Bu yerda ham hokimiyat otadan o'g'ilga o'tadi. Shaxsga sig'inish kuzatiladi va maxfiy xizmatlar aholi ustidan qat'iy nazoratni saqlab turadi. Mustabid hukmronlik davrida musulmonlarga zulm tobora shiddatli va shafqatsiz bo'lib bormoqda. Xalifalik qulagandan beri musulmonlar bunday azob-uqubatlarga duch kelmoqda. Ilgari ummat salbchilar va keyin son-sanoqsiz jinoyatlar va qirg'inlar sodir etgan mo'g'ullar bosqinini boshdan kechirdi. O'nlab yillar davomida ummat zaiflik, xorlik va kofirlar hukmronligi ostida yashab, achinarli vaziyatni boshdan kechirdi. Ammo oxir-oqibat musulmonlar kufr va murtadlar hukmronligini yo'q qilib, ummatga va uning diniga zarar yetkazgan davlatlarni ag'darib tashladilar. Islom va musulmonlar xalifasining yagona bayrog'i ostida ular dushmanlarni qattiq mag'lubiyatga uchratdilar va ularni o'z yerlaridan quvib chiqardilar. Quddus va barcha islomiy muqaddas joylarni qaytarib oldilar. Ummat yana oyoqqa turadi va yovuz davlatlar davriga chek qo'yadi. Musulmonlar yana bir bor islom risolatini butun insoniyatga yetkazish yukini ko'taradilar, inshaalloh.